Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hammangizga kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Juma yomlaringiz muborak bo'lsin. Xudoyim keyingi jumaga ham shuni birgalikda zo'r kayfiyatlar bilan ko'rishib o'tirish nasib etsin. Nima duo qilish kerak, duolar hayotni o'zgartiradi degan gap bor. Shuning uchun hammangizga Xudoyim yaxshi duolarni qilib qolamiz. Aynan Qo'shki bir hafta savdan Baysa bozorlarida sizlar uchun xizmatdamiz. Kelaverasizlar. BYD chempion mashinalarimiz keldi. O'yinchilarimiz xullas mashinalarning baholari bo'yicha ozgina günlashadigan bo'lsak, mashinalarning narxlarini endi bundan buyon ozgina minish ehtimollari bor bo'lib turibdi. Ozgina qimmatlash ehtimollariga bor bo'lib turibdi, xudo xolasa. Bunda Niva keldiğinde 20 milyon so'm pul zo'r bahada turibdi. Bu yoqda yana qurilish ishlari yetib yotibdi. Arkalarni tuzib yotibmiz, xudo xolasa. Sizlar uchun xizmatdamiz. Kelaversa Qo'shki bir hafta savdo Frankfurt bozorimiz dim katta bozor bo'ldi. Bemalol olib sotarlarni, boshqalarni mashinalarni ikkisida sotib beramiz. Hammasi domestikda chiroyli bo'lib turadi. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa, ustidan loq septik, zo'r. Endi elektrik ishimiz bo'ladi. Ustoba, navla qo'yamiz bunga? Arkasına stop qo'yamiz. Bu elde power tinklari yana Prinsipini ulanlarını koyamız. Bilasizlar, elektrik ustamız o'zlarimizda. Radar ham koyamız, demang. Ana endi usta bazı bir yere preglütil koyup berdi. Yani size tanıştıradi onu. Keyin işlerine diyotlarını koyamız. Bu narsamizdan kimisi yetib beraverdik. Aparatımızdan. Çünkü hemen narsalarimiz o'zlarimizda. Yine bir narsa aptollarını saldık. Aptollarimiz o'zlarimizda. Elektrik kesin kıltığımız elektrik o'zlarimizda. Moykasi o'zlarimizda, ximikasi o'zlarimizda. Xullas o'zlarimizdan bitadi. Lekin bir muammo bor bizda. O'sha aldina, ya'ni ayna deydi uni? Plasmas ayna bo'ladi. Shu narsani topolmayapmiz. Neda qilsak bo'ladi? Shuna bir yordam bermaylik endi. Plasmas ayna shundan qo'yib beramiz, zaxonatib, qo'yib berish kerak. Neden topamiz? Bir yordam bermaylik ish bo'yicha. Nedadir? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shki bir hafta savdodan navbatdagi savdomiz Qo'shki bir bo'ldi, xudo xolasa. 2023-yilda ishlab chiqarilgan propan hamma narsalar bor, ideal holatda. Equinox mashinamizni sotdik, eng full pozitsiyasi 350 million so'm pul berdik. Yaxshi daromadining nasib etsin, xayrli bo'lsin. Kelaverasizlar. Aksa'ya ne koyamız? Aydınlar. Öldürüp tutma krasyan xudo xolasa. Krasyalik ish bo'lsa aytaverasizlar. Ana kayıkımıza 2 tane balonla aldık. Ustalar rahmet. Balon nerede aldık? Karamayın. Bunda benim ilk doğrusunda Moykemizi doğrusunun özü balon var. Ottum bir de. Arkadan şöyle koyup hem meselesine kılıp verediler. Ana şimdi bunu hazır kayıkımıza koyalım. Kayıkta alarak kullanmadan. Bunlar baloncu bıraktan momeni kaldıraman. Üzerine alakası versen hiç balon gerekse sizde bağırken bıraklar. Zor bakada. Basın. Balonu koyduk. Yürü. Kaçak sıralayalım bana. Bismillah. Gemi uçursaydın burada. Haa. Sezer'de üniversitede operatörün neler iş kılıp boşadım numara değil mi bu? Hakiki güzelli bana bunu reklamatına kadar üstü uçurup koyacaktı. Bunu reklama sertemesi lazım bana şundan kılıp beraberman. Ciğenim akı bu. Gelaverasizlar. 2 balon koyduk xudo xolasa. Takkisinden. Sezer'deki bunda yana bizning moyka bo'ladan bo'lsa moykaning yo'lini bu tarafında. Bu kanalizasiyasi. Haqiqiy nomerading garanti. İşine men javob. Bu o'zi bormi Hazaristlara do'sini aytadigan bo'lsam, bu hasatim ketib turibdi-dan. Endi havosim ham ketib turibdi, lekin hasatim ko'p ketib turibdi. Hurmatli obunachilarimiz, avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Hazarimizda Lukoil
Lukoil benzin zapravkasi olibdi. Bu Hazaristimiz uchun bir katta yangilik desak bo'ladi, chunki sifatli benzin solishingiz mumkin, premium klassdagi xizmat o'zingizga qabul qilishingiz mumkin. Hazarist aqalarimiz uchun bugun sizlarga Lukoil haqida gaplashib o'tamiz. Ketdik. Benzinimizni xohlagan turidan 100 dieselmi, 92 dieselmi, eng asosiysi oddiy 100 emas. Haqiqiy hammasi, chunki hammasi to'g'ri Rossiyaning o'zidan keladi va eng sifatli, eng premium klassdagi benzinlar hisoblanadi, hurmatli obunachilarimiz. Zapravkamizda har bir mijoza premium klassda xizmat ko'rsatiladi. Sizlar o'ylaganingizdan ham ko'proq narsalarni bizning bu yerdagi magazinimizdan topsangiz bo'ladi. Kofeingiz tayyor. Bu narsalarimizni har biri Rossiyadan kelib turibdi. Bu degani sifati hamma narsasini 100% kafolat beramiz. Xullas zapravkamiz haqiqiy o'zini yaxshi ko'radigan, mashinani yaxshi ko'radigan insonlar uchun hamma premium klassdagi sharoitlarimiz bor, hurmatli obunachilar. Ana endi manzilimizga keladigan bo'lsak, biz sizlar Hazarist mashhur ko'pir bor. Ko'pirdan tushib kelaverasizlar. Kelaverishingizda o'ng qo'lingizda Hazarist City bor. Hazarist City yon baland domlarimiz bor. Domlarimizdan o'tkirda o'ng qo'lda joylashgan. Sal o'tsangizlar taxta bozorimizdan bor. Ikkisini o'rtaligida joylashgan Lukoilni emblemalari, o'zini fishkasi qo'yilgan. Sal ichana taxminan 50-100 metr girganingiz bilan ichanda joylashgan. Xullas hammangizni kutamiz. Hammangiz o'zingizga eng zo'r premium klassdagi benzinlarni salib, o'zingizga premium klassdagi xizmatlarni ravo ko'ringlar. O'zingizni yaxshi ko'ring, sog' bo'ling. Qo'shqa bir avtosavdo obunachilarini yaxshi ko'radi. Hazaristlar malades bu, xudo xolasa, yana ko'p yillarda ochilish ehtimoli bor. Ularni ham keyinchalik aytib o'tamiz. Sog' bo'linglar.